Juda ko'p aylanadigan savol. Yengil vesda ko'p takrorlashda yaxshi o'sadimi muskul yoki og'ir vesda kam takrorlashda yaxshi o'sadimi muskul? Ikkalasi ham juda muhim. Faqat og'ir vesda bo'ysundirishda o'ziga yarasha texnikasi bo'ladi. Men bugun shogirdlarim o'rtasida mana shu texnikani qanaqa rivojlantirishim to'g'risida ozgina ma'lumot bermoqchiman. Qisqa lo'nda hammaga tushunarli tarzda tushuntirishga harakat qilaman. Har doim klassik split qilamiz. Qanaqa? Birinchi podxod 20 ta, keyin 15 ta, 12 ta, 10 ta qilamiz. Men shogirdlarimga og'ir vesni tezroq ko'tarishni o'rganishi uchun power lifting haftam bo'ladi. Qanaqa liftyorskiy rejim deyman. Ya'ni klassik splitga boshqacharoq takrorlashni qo'shaman. Birinchi podxod 20 ta emas, birinchi podxod ham 6 ta. Oxirgi podxod ham 6 ta. Ya'ni 4 podxod emas, 6 podxod qilinadi. Общий tushuncha qilib gapiraman. Birinchi podxodda 6 ta qilib turib ves qo'shamiz, turib dam olamiz, turib har doim dam olganda turib dam olinglar. Qon aylanishi tez bo'ladi, o'tirmanglar. Ves qo'shamiz, yana 6 ta qilamiz. Nimani evaziga og'ir vesni bo'ysundiramiz? Energiyani 6 ta takrorlashda tejashish evaziga. O'zingizlarda sinab ko'ringlar, kommentga yozinglar. Juda ham zo'r narsa. 6 tadan 6 podxod ves qo'shib boraveringlar. Maqsadlaringga tochka qo'yishni o'rgan, mujik. Vergul qo'yma. Vergul hayotingni mukammallashtirib qiynab yuboradi. Tochkani har doim jo'ski qo'y. Baxtli bo'l.